Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun 5-oyning 12 kuni, ayam kunimizga muborak bo'lsin. Xitoy kommunist hokimiyati kundan-kuniga zo'rayib, natijada erkin demokratiya tuzilmasidagi G'arb dunyosiga va butun dunyoga tahdid ko'rsatayotgan bu mezgilda Amerika boshchiligidagi butun G'arb dunyosi Xitoy hokimiyatini ayblashga boshladi. Bo'lib, Xitoy davlati G'arb dunyosidagi davlatlarga har turli shaklda singib kirayotgan bu mezgilda demokratiya davlatlarining sarkisi bo'lgan Amerika davlati Xitoy davlatiga qarata qarshilikni boshlayapti. Buningdan qolsa Avstraliya davlati izbisib keldi. Yaqinda buyon Amerika davlati Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy davlati bilan bo'lgan keskin talash-tortish va ustunlikni egallash raqobati bag'ansiri keskinlashdi. Xitoy davlati bilan Rossiya bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mutahamlik qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ustunlikni egallamoqchi bo'ldi. Amerika davlati bo'lsa, butun G'arb dunyosini qaytadan tashkillab, qo'shinni ko'paytirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi burunqi o'zining ustunlik o'rnini qaytadan aksi keltirishga boshladi. Amerika davlati bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida Xitoy hukumatini ayblab, Xitoy hukumati inson huquq jihatda og'ir jinoyat o'tkazib va bu jinoyatini kechirim qilish bo'lmaydigan to'g'risida qattiq tanqidlabdi. Bir qancha kun oldida Amerika, Angliya, Germaniya qatorliq 3 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ekran yig'inida yig'in ichishni qaror qilgan. Yig'inning mazmuni bo'lsa, nuqtaliq holda atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlarning kishilik huquq krizis masalasi ekan. Bundaq yig'inning ochilishini xohlamagan, g'azablanib ketgan Xitoy hukumatı bütün kuchini ishga silib, bu ochilmoqchi bo'lgan yig'inni to'smoqchi bo'ldi. Hamda o'zini qo'llaydigan shoyka davlatlarini kuchkirtib, bu yig'inga qatnashmaslikni talab qildi. Lekin Amerika boshchiligidagi bu yig'in Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bugun rasmiy ochilibdi. Amerika boshchiligidagi Angliya, Germaniya davlatlaridan boshqa yana Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yevropadagi har qaysi davlatlarning hammasi bu yig'inga aktiv qatnashibdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'iniga qatnashgan har qaysi davlatlarning vakillari birdek ovozda Xitoy hukumatini qattiq ayblab, atalmish Xinjiangda elib berayotgan inson qilibidan chiqqan irq qirg'inchilik harakatini jiddiy to'xtatishini, bo'libmi Uyg'ur ayollarini majburiy tug'utda cheklash ishini, erlarini bo'lsa majburiy ig'ir emgaklarga selish va bir yurish qatorliq davomlashtirayotgan jinoiy harakatini cho'qim to'xtatishini talab qildi. Angliyaning vakili bu yig'inda so'z qilib, atalmish Xinjiangda yuz berayotgan hozirgi ahvollar bo'lsa, ya'ni mushi asrda yuz berayotgan eng cho'ng, eng ig'ir krizis bo'ldi deb so'z qildi. Bu yig'inning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida g'albilik ochilishi dunyodagi haqqoniyatni qo'llaydigan kuchlar bag'ansiri ko'payib ham kuchaymoqda. Xitoy davlati bilan Rossiya davlati bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini kontrol qilib olish g'arzi amalga oshishi mumkin bo'lmay qoldi. Amerika davlati Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qaytib keldi. Amerika davlati Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qaytadan qo'mondonlik qiladi ekan. Uningdan boshqa Amerika hukumatı bugun xalqaro diniy erkinlik dokladini e'lon qildi. Bu dokladda Xitoy davlati eng cho'ng vahshiy jinoyatchi bo'lib hisoblanadi ekan. Bo'libmi Uyg'urlarning diniy erkinligini bostirish, zarba berish qatorliq vahshiy qilmishlari aks ettirildi. Dokladda yana aniq qilib ko'rsatishicha, Xitoy hukumatı vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlarni dafsanda qilish, ig'ir emgak silish va turmalarga solash, lagerlarga qamashlardan boshqa yana butun Sharq Turkistonning o'zi usti ochiq turmaga aylanib ketibdi. Bunda aytganda, ya'ni atalmish Xinjiangning o'zi usti ochiq turma deb atildi ekan. Bundaq deyish, bundaq atash hukmlar burun deyilib boqmagan ekan. Dokladda yana deyishcha, Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'ur xalqi Xitoyning turmalari, lagerlarida yashagandan boshqa yana usti ochiq turmalarda yashayotibdi. Usti ochiq turmada yashayotgan Uyg'urlar mayli ko'chalarda yurgan bo'lsin, so'z-sitiq bozorlarda bo'lsin, har vaqt nazoratda kontrol qilinib turadi ekan. Uyg'urlar o'zining uyiga qaytib kelsa, Xitoy hukumatı maxsus o'rnashtirgan Xitoy rahbarlari Uyg'urlarning uyida yetib qopib kontrol qiladi ekan. Demak, Uyg'urlar yashayotgan butun Uyg'urlarning yurti usti ochiq turma ekan. Mana shu usti ochiq turmada Uyg'urlar har turli o'xshamagan dafsandichilikka, zulmlarga va xo'rliqlarga uchrab turdi ekan. Usti ochiq turma degan bu yangi hukm butun dunyoni hayron qoldiribdi. Diniy erkinlik dokladida yana Xitoyning Falun Gong murtlari
xristian murtlarımı o'xshamagan zulm va zarbalarga uchrayotgan masalalarmi izlabdi. Amerika hukumati kishilik huquq masalasida Xitoyga og'ir besimni kuchaytirish bilan birga tunugun yangi bir tadbirni yo'l qo'yib, u bo'lsa Xitoyning Huawei shirkatiga yana bir xil tadbirni yo'l qo'yibdi. Bu bo'lsa Xitoyning Huawei shirkati bilan savdo munosabat olib borgan shirkatlarga qarata Amerika davlatining savdo ministrligi aloqa avatib tekshirishga boshlabdi. Bu shirkatlar Amerika davlatining qonuniga va chaqiriqiga bo'ysundimi yo'q? Aloqa avatgan shirkatlar yerim o'tkazgich texnik va materiallarni Xitoyning Huawei shirkatiga setib bermagan masalalarini, yerim o'tkazgich yuqori texniklarni Xitoyning Huawei shirkati bilan hamkorlashgan masalalarini aniqlaydi ekan. Huawei shirkati bo'lsa 2019 yil 5-oyda Amerika hukumati, ya'ni Trump hukumati tarafidan jazolanishga boshlagan ekan. Shu chog'da Prezident Trump hukumati har qanday chet el shirkatlari, bo'libmi fan texnik shirkatlari Huawei shirkati bilan hamkorlashmaslik va cheklash uqtirishini chiqargan ekan. Qanday yuqori fan texnik shirkatlari Xitoyning Huawei shirkati bilan hamkorlashmaslik buyrug'ini chiqargan ekan. Hozirgi Joe Biden hukumati Trump hukumatining izini davom qilib, Trump hukumati vaqtida cheklangan buyruqlar ijro qilindimi yo'q va cheklash buyrug'i chiqqan kundan keyin chet eldagi ilg'or fan texnik shirkatlari, ya'ni Xitoyning Huawei shirkati bilan yangichida savdo tijorat qildimi yo'q, bularni qaytadan aniqlaydi ekan. Joe Biden hukumati inson huquq va yuqori fan texnik siyosatlarida Trump hukumati vaqtidagi siyosatlarni Prezident Joe Biden hukumati davomlashtirib, qadam-qadam Xitoy hukumatini qiyin qistoqqa ilib, xo'riki yo'g'inab, dunyoga hukmdor bo'lmoqchi bo'lgan razil planini barbod qilmoqchi ekan. Mana shu planga yetish uchun Amerika hukumati butun g'arb dunyosi bilan birlashib, Xitoy hukumatining bu razil planini barbod qiladi ekan. Agar unda qilmaydi ekan, bir muttaham zo'migar kuch dunyoga qorong'ulik olib kelish oldida ekan. Amerika davlati Xitoy bilan mana shunday keskin raqobatlashayotgan mush mezgilda Xitoyning ko'zi oldida paqirab turayotgan Avstraliya davlati bo'lsa, Xitoy davlatiga keskin qarshi turayotgan yana bir davlat bo'lib hisoblandi. Bo'libmi Xitoy virusi butun dunyoni qoplab ketgandan boshlab, Avstraliya davlati bo'lsa, Xitoy davlatiga qattiq norozilik va qarshiligini bildirib kelgan davlatlarning birisi. Tunugun Avstraliya davlatining moliya ministri Avstraliya davlatining bu yilgi yangi moliya xamchot planini e'lon qildi. Bu moliya xamchot planining ichida Avstraliya davlat mudofaa ishlariga munosabatlik moliya xamchot plani va Avstraliya bexatarlik ishlariga munosabatlik moliya xamchot planlarini e'lon qildi. Bu yilgi moliya xamchot plani ichida yillar qaraganda 1 milliard 900 million dollar Avstraliya puli ko'p sarf qilindi ekan. Demak, 1 milliard 900 million Avstraliya puli sarf qilish orqali Avstraliya davlat armiyasini texmo kuchaytirdi ekan. Avstraliya davlat mudofaa va bexatarlik ishlarini texmo mustahkam qilib, muttaham Xitoy hukumatiga amaliy kuch orqali taqobil turadi ekan. Qisqacha xabarimiz tugadi. Hammamizning ro'zitiga muborak bo'lsin.